Statistik ma'lumotlarga qaraganda, shifokorning oldiga kelgan 70% odam mana shu oddiygina konfet bersak, o'z kasalligidan tuzalib ketadi. Yoki shifokorga kelgan og'ir kasalliklarning taxminan yarmi 50%lariga ham oddiygina konfeta bersak, kasalligidan tuzalib ketadi. Buning asosiy sababi tibbiyotda platsebo effekti. Ya'ni bemorga oddiygina konfetni chiroyli korobkalarga, chiroyli o'ramga o'rab bersangiz, u o'zi ishonadi-da, mana shuni ichsam tuzalaman deb miyasida tuzalish programmalari yoqilib, u o'zidan o'zi tuzalishni boshlaydi. Demak, bundan kelib chiqib, sizga shifokor qanday dori yozib berayotganini ahamiyati yo'qmi shunda? Ular haqiqatdan ham ishlayaptimi, yo'qmi, bilishni iloji yo'qmi? Ya'ni bemor oddiy konfeta bilan tuzalyaptimi yoki haqiqatdan ham dori bilan tuzalyaptimi degan savollarga javob kerak. Aynan shu savollarga javobni bizga doказательная meditsina, dalillarga asoslangan tibbiyot beradi. Shuning uchun bugungi videoda sizlarga dalillarga asoslangan tibbiyotni, doказательная meditsinani asosiy tushunchalarini, nima uchun kerakligini, qanday qilib yolg'onchi yoki sizga ishlamaydigan dorilarni yozib berayotgan shifokorlardan saqlanish uchun kerakligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu videoni tuzish uchun juda ko'p ma'lumotlarni, juda ko'p istochniklardan qidirib to'pladim. Ularni jamlab sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Ma'lumotlar asosan Rossiya, Amerika, Yevropaning konferensiyalaridan yoki jurnallaridan to'plangan. Ularga silkalarni videoning tagiga qoldirib ketaman. Doказательный meditsinaga kelguncha qanday davolanish turlari bo'lgan? Qadim zamonlarda hamma hurmat qiladigan, hamma taniydigan vrachlar, olimlar sizga qandaydir dorini yozib berishsa, uni hamma olishgan va ularga 100% ishonishgan. Ya'ni oddiy qilib aytganda, juda mashhur tabib sizga agar temperaturani davolash uchun siz kravopuskание, qon chiqarishingiz kerak desa, hamma shu ishni qilgan. Agar shundan keyin bemor tuzalib ketsa, demak, haqiqatan ham u zo'r vrach ekan, zo'r tabib ekan, yordam berdi deyishgan. Agar lekin u qon chiqargandan keyin bemor tuzalmasa yoki o'lib qolsa, demak kechikib kelgan, demak o'zida qandaydir boshqa kasallik bo'lgan degan shubhaga borishgan. Shuning uchun mana shu narsalarni tuzatish uchun, mana shu berilayotgan dorilar yoki tuzatish uchun davolashga ishlatilayotgan metodikalar haqiqatdan ham ishlaydimi yoki yo'qmi? Shu savolga aynan doказательный meditsina javob beradi. Qadim zamonlardan, 100 yillardan, 1000 yillardan beri vrachning yoki tabibning avtoritetiga, uning hurmatiga, uning mashhurligiga qarab davolashga ishonishgan. Shu davolash haqiqatan ishlayaptimi yoki yo'qmi? Hech kim bu narsani tekshirmagan. Mana shu tekshiruv birinchi marta taxminan 1747-yillarda Britaniya flotlarida boshlangan. O'sha paytda Britaniya flotlarida, kemalarda, o'sha dengizchilarda tsinga kasalligi juda ko'p rivojlangan. Tsinga tufayli juda ko'p dengizchilar o'lib ketishni boshlagan. O'sha paytda flotlarning birida Lind degan tabib, o'sha davrning vrachi ishlagan. Shu odam birinchi marta doказательный meditsinani oddiy qilib boshlagan. Ya'ni birinchi metodikalarni o'sha odam boshlagan. Qanday desangiz, u 12 ta tsinga bilan kasallangan bemorni olganda va har bittasiga har xil dorilar yoki har xil ovqatlar berishni boshlagan. Masalan, 12 ta bemor tasavvur qiling. Birinchisiga beryapti kartoshka, ikkinchisiga beryapti sok, uchinchisiga beryapti masalan qandaydir isiriq yoki shunga o'xshagan narsa, to'rtinchisiga beryapti qandaydir antibiotik, beshinchisiga beryapti sitrus mevalar, oltinchisiga yana boshqa narsa beryapti va shuni bir necha kundan mobaynida kuzatgan. Kuzatishlar natijasida aynan sitrus mevalar ichgan bemor tuzalib ketgan, boshqa mevalarni yoki boshqa davolashlarni qabul qilgan bemorlar tuzalishmagan. Ya'ni o'sha paytda sitrus mevalar limon ko'p bo'lgan,
limonning tarkibida C vitamini ko'pligi tufayli tsingadan bemor tuzalib, o'shanda tuzalib ketgan. Shunda birinchi marta доказательный meditsinani birinchi qadami qo'yilgan. Ya'ni bemorlarni alohida bo'lib, alohida davolash metodikalarini qo'llab, qaysi biri ishlayapti, qaysi biri ishlamayapti tekshirish mana shu joydan boshlangan. Lekin o'sha paytlarda Lindning bu qilgan tadqiqotini hech kim tan olmagan. Chunki o'sha paytning o'zini zo'r vrachlari, zo'r tabiblari, avtoritetlari bo'lgan. Ular bu narsaga qandaydir dengizchi gapiraveradi deb umuman e'tibor ham berishmagan va buni keng ommaga olib chiqishmagan ham. Va shu sabab bu metodika ko'p ommaga tarqalmasdan yana bir necha yuz yil biz o'sha avtoritetlarni yoki mashhur tabiblarni gaplariga ishonib davolashni davom ettirganmiz. Faqatgina 20-asrning 70-yillariga kelib Archie Corkin tomonidan aniqlandiki, biz ishlatayotgan dorilar, biz ishlatayotgan qandaydir davolash usullarining 90% yuqorisi umuman hech qanday ishlamaydi. Ularning foydasi yo'q. Shunchaki pustishka, shunchaki platsebo va ularni ishlamasligini birinchi marta ommaga ko'rsatib bergan. Va shundan keyin Saket va Gayet vrachlari tomonidan доказательный meditsina degan, ya'ni evidence based medicine, EBM degan tushuncha fanga kirgan va shu bilan доказательный meditsina rivojlanishni boshlagan. O'zi доказательный meditsina degani nima? O'sha dalillarga asoslangan tibbiyot nima? Dalillarga asoslangan tibbiyotning asosiy 3 ta ustuni bor. Birinchisi bu statistika, ya'ni ilmiy izlanishlarda topilgan natijalar. Yuqori sifatli ilmiy izlanishlarda tekshirilib, o'sha metodikani, o'sha davolash usulini haqiqatan ishlashi isbotlangan bo'lsa, faqat shugina bemorga berilishi kerak. Yani bu natijalarni biz qayerdan olamiz? Ilmiy jurnallardan yoki guideline'lardan yoki protokol yoki o'sha klinik rekomendatsiyalardan olishimiz kerak. Mana shu доказательный meditsinaning birinchi qismi, ya'ni ilmiy izlanishlarning natijasiga asoslangan davolash. Bu доказательный meditsinaning birinchi qismi. Доказательный meditsinaning ikkinchi asosi bu vrachning o'zi. Vrachning klinik mishleniyasi, ya'ni klinik baholash qobiliyati. Bunga sabab bemor kelgandan keyin sizga zo'r statistika bo'lsa ham, sizga zo'r izlanishlarning tadqiqotlarining natijasi bo'lsa ham, bemorni terisini, ko'zlarini, qornini yoki boshqa joyini hech qanday kompyuter yoki hech qanday statistika baholay olmaydi. Shuning uchun bu yerda vrach bemorni gapirish bilan, muloqot bilan, uni tekshirish bilan, o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda uni baholash kerak va unga o'sha statistikada yoki tadqiqotlarda asoslangan, asosini topgan metodikalarni tanlay bilish qobiliyati kerak. Bu доказательный meditsinaning ikkinchi qismi. Доказательный meditsinaning uchinchi qismi bu bemorning o'ziga xosligi. Ya'ni доказательный meditsinaga hammaga bir xil tanlov berilmaydi, bir xil dori berilmaydi. Bemorni yoshiga qarab, jinsiga qarab, yashash joyiga qarab, ishlashiga qarab yoki o'zining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda bemorga individual yondashuv qilinadi. Masalan, tasavvur qiling, oddiygina teri rangi bemorga tanlanadigan doriga ta'sir qilishi mumkin. Oddiygina hammamiz biladigan gipertoniya kasalliklarida hamma uchun zo'r ishlaydigan preparatlar o'sha APF inhibitorlari bo'lsa, lekin Afrika qit'asiga maxsus bo'lgan odamlarda, qora tanli odamlarda gidroxlortiazid gruppasi yaxshiroq ishlashi asoslangan. Shuning uchun bemorni o'zini individual xususiyatlariga qarab доказательный meditsina dori tanlaydi. Mana shu 3 ta asos доказательный meditsinani tashkil qiladi. Birinchisi bu ilmiy izlanishlarning natijalari, asoslangan natijalari.
ikkinchisi bo'lsa vrach shifokorning klinik baholash qobiliyati, uchinchisi bo'lsa esa bemorning individual o'ziga xos xususiyatlari. Mana shuni uchtasini bitta qilsak, biz dokmed, ya'ni o'sha доказательный meditsina bilan davolaydigan vrachni tasvirlay olamiz. Doказательный meditsinani birinchi asosiy qismini ilmiy izlanishlarning natijalari tashkil qiladi dedik. Xo'p, mana shu ilmiy izlanishlarning natijalari haqiqatan ham to'g'rimi? Haqiqatan ham ularga ishonish mumkinmi? Yoki bu shunchaki yolg'onmi degan savol tug'iladi. Chunki hozirgi kunda internetga yoki qandaydir poiskoviklarga любой mavzuda savol bersangiz, ular shu narsani to'g'riligini dokazat qilib berishga harakat qiladi. Masalan, siz hozir internetga kirib kofe zararmi desangiz, ha, zarar degan natijalar ko'rsatadi. Yoki kofe foydami desangiz, ha, foydali degan natijalarni ham ko'rsatadi. Aynan shularni dokmed, ya'ni o'sha доказательный meditsina bilan ishlaydigan vrach filtr qila olishi kerak. Qaysi biri haqiqiy ishlaydigan, ya'ni ishonarli natijalar, qaysi biri bu shunchaki yolg'on yoki kuchli доказательный bazasi yo'q, ya'ni ularga ishonish qiyin bo'lgan natijalar. Mana shu narsani aniqlash uchun tibbiy statistikada, ilmiy izlanishlarda har bitta tadqiqotni yoki har bitta qilinayotgan davolash muolajasini ishonarlilik доказательный piramidasi bor. Piramida, ya'ni o'shani eng yuqori cho'qqisida turgan metodikalar haqiqatan ham zo'r ishlaydi, ularga ishonish kerak. Ularni eng pastida turgan natijalar esa ular сомнительный, ya'ni ularga ishonish qiyin bo'lgan metodikalar. Aynan shu cho'qqini eng pastida turadigan, piramidani eng pastida turadigan metodikalarga juda mashhur yoki juda tanilgan professorlar yoki akademiklarni fikri kiradi. Va undan tashqari case presentation yoki o'sha bironta bemorni qiziq davolash usulini yoritib beradigan ilmiy izlanish kiradi. Hayron qolishingiz mumkin, aynan 40 yillik yoki 50 yillik tajribaga ega professorlar yoki akademiklar aytgan metodika yoki ular tavsiya qilgan metodika доказательный, ya'ni o'sha ishonchlilik darajasi bo'yicha piramidaning eng pastida turadi. Ya'ni ularga ishonish deyarli mumkin emas. Bunga sabab nima? Tasavvur qiling, 40 yildan beri ishlaydigan juda tajribali bir vrach bor. U taxminan 100 ta bemorni bitta dori bilan davoladi. Mana shu 100 ta bemordan taxminan 10 tasi qaytib kelib mana shu vrachga minnatdorlik bildirdi. Sovg'a salomlar olib keldi, shokoladlar olib keldi, gullar olib keldi. Buni ko'rgan mana shu professor o'zi yozgan, o'zi taklif qilgan dorini haqiqatan ham zo'r ishlaydi deb o'ylaydi va shunga xulosa qilib boshqalarga ham shuni taklif qilishni boshlaydi. Lekin o'sha 100 ta kasaldan qolgan 90 tasi qayerda? Qolgan 90 tasi yo ular umuman tuzalmay o'lib ketgan yoki hech narsani tushunmay boshqa vrachlarga borib o'tib ketgan, boshqa bir vrachlarga borishgan. Shuning uchun faqat 100 tadan 10 tasini ko'rgan professor haqiqatan ham o'ziga ishonib, mana shu metodikani ishlaydi deb o'ylaydi. Shuning uchun avtoritetlarni, shuning uchun akademiklarni yoki professorlarning fikri доказательный meditsinada, dalillarga asoslangan tibbiyotda eng oxirida turadi. Ularga ishonish eng oxirgi bosqich hisoblanadi. Piramidaning sal yuqorilarida yoki o'rtaroqlarida когортный исследование, ya'ni o'sha cohort study'lar turadi. Cohort study'lar bu nima? Bu bemorlarga bir vaqtning o'zida ham ishlaydigan, haqiqatan ham ishlaydigan preparat beriladi va xuddi shunaqa bemorlarga ishlamaydigan preparat beriladi va shularni natijasi keyinroq taqqoslanadi. Agar siz masalan 100 ta bemorga preparat A berdingiz, qolgan 100 ta bemorga preparat B berdingiz, bir oydan keyin yoki 3 oydan keyin ularni bir-biriga taqqoslaysiz. Qaysi biri yaxshiroq effekt, qaysi biri yaxshiroq foyda ko'rsatgan.
va mana shular statistik tahlil hisobidan taqqoslanib, agar preparat A haqiqatan ham yaxshiroq foyda bergan bo'lsa, mana shuning natijasi ilmiy maqola yoki ilmiy jurnallarga nima qilinadi, publikatsiya beriladi va mana shunga endi ishonsak bo'ladi degani. Ya'ni когортный исследованиялар bular piramidani o'rtasini tashkil qiladi. Bularning natijasiga biz ishonsak bo'ladi. Chunki bular haqiqatdan ham ishlaydigan dorini ishlamaydigan dori bilan yoki boshqa dori bilan taqqoslab ko'rishgan. Agar haqiqatdan ham uning effektivligi isbotlangan bo'lsa, keyin taklif qilinadi, mana shu metodika yoki dori haqiqatdan ham ishlaydi deb. Piramidani yanada yuqoriroq qismini ishonchliligi bo'yicha randomlashtirilgan klinik tekshiruvlar tashkil qiladi. Ya'ni o'sha ingliz tilida randomized clinical trial deydi. U nima? Randomlashtirilgan klinik tekshiruvlarda biz bemorlarga dori berishimiz yoki boshqa dori berishimizni random tarzda, ya'ni ehtimoliy tarzda tanlaymiz. Ya'ni masalan 100 ta bemor bo'lsa, mana shu 100 taning 50 tasiga A preparat, qolgan 50 tasiga B preparat berishimiz kerak. Lekin qaysi bemorga qaysi preparat borishini biz o'zimiz tanlamaymiz. Buni kompyuter yoki randomizerlar tanlaydi va shuning natijasida ehtimoliy jihatdan qaysi bemorga qaysi biri borishini bilmaymiz. Buning asosiy plus tomoni shundaki, agar biz buni randomlashtirmasak, shifokorlar og'ir bemorlarga yaxshiroq dorini, yengil bemorlarga kamroq dorini berib, mana shu ilmiy izlanishni natijasiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga randomlashtirish qo'shilgan. Yanada buni kuchliroq qilish uchun randomlashtirishga ko'rko'ronalik prinsipi ham qo'shilgan. Ruschasida слепое исследование, randomizированное слепое исследование deydi. Bu mana shu bemorlarga yoki vrachlar yoki statistika qilayotgan odamlar bemorga qaysi dori berayotganini bilmaydi. Masalan, ikkita preparat bor, bittasi preparat A, bittasi preparat B. Ikkovi ham bir xil bo'ladi. Buni na shifokor, na bemor bilmaydi ichida nima borligini. Tashqi jihatdan bir xil bo'ladi va random tarzda mana shu preparatlar beriladi bemorlarga. Keyin natijasini taqqoslash paytida qaysi bemorga qanaqa preparat tushirilgani raqamlar bilan aniqlanadi va o'sha preparatlarni ishlasi yoki ishlamasligi taqqoslanib, ularning haqiqiy effektivligi isbotlanadi. Agar haqiqatdan ham foyda bergan bo'lsa, foydali deyiladi, yoki foyda berilmagan bo'lsa, yo'q, buni foydasi yo'q deb statistika beriladi. Mana shunday turga kiradigan izlanishlarning natijalari bu o'sha piramidaning yuqori qismida turadi. Ya'ni bu izlanishlar ancha dalil talab qilmaydigan, ishonsa bo'ladigan natijalar hisoblanadi. Agar mana shunday natijalar bilan bemorlarni davolaydigan bo'lsak, bu ancha doказательный meditsinamizni, doказательный bazasini kuchaytirgan bo'lamiz. Keyingi navbat esa piramidaning eng yuqori qismi. Piramidaning eng yuqori qismi bu ya'ni eng ishonchli, haqiqatdan ham isbotlangan izlanishlarning natijalari. Bularga asosan meta analizlar kiradi. Meta analizlar nima? Bu bir necha yuzlab, o'nlab izlanishlarni bitta qilib, ularning umumiy xulosasini statistik jihatdan chiqarish. Masalan, bitta dori bor deylik, misol sifatida parasetamol O'zbekistonda ham ishlatildi, Amerikada ham ishlatildi, Rossiyada ham ishlatildi, Fransiyada ham ishlatildi. Bularning natijasini hammasini birlashtiriladi va umumiy foydasi aniqlanadi. Agar hamma joyda bir xil foyda bergan bo'lsa, umumiy natija beriladi va shu metodikaga, shu doriga ishonsa bo'ladi degan kategoriya beriladi. Mana shunaqa natijalarni biz meta analiz deymiz va bu meta analiz piramidamizning eng yuqorisida turadi. Aynan shu meta analizlarni natijasi bilan biz ishlasak, biz haqiqatan ham doказательный meditsinani eng yuqori cho'qqisi bilan ishlayotgan bo'lamiz. Xo'p, mana shu piramidamiz bor. Lekin mana shu piramidaga kiradigan
har bir ilmiy izlanish yoki har bir ilmiy maqolaga ishonsak bo'ladimi degan savol tug'iladi. Albatta yo'q, chunki shu narsa aniqlanganki, ilmiy izlanishlarga har doim ham finansiviy поддержка kerak, ya'ni ularni pul bilan ta'minlaydigan bir tomon bo'lishi kerak. Ilmiy izlanish uchun odamlar kerak, ularni tekshirish kerak, statistika kerak, natijalarni publikatsiya qilish kerak. Bularga har doim pul kerak. Mana shu pulni har xil istochniklari, har xil manbalari bo'lishi mumkin. Ba'zi bir ilmiy izlanishlarni institutlar yoki qandaydir davlat grantlari finansировать qilsa, ba'zi bir ilmiy izlanishlarni farm kompaniyalar finansировать qiladi. Ya'ni qanday? Men masalan doktorantman, mani ilmiy izlanishimni davlat tomonidan finansировать qilinadi. Menga stipendiya beriladi yoki qandaydir reaktivlar kerak bo'lsa, menga ko'mak beriladi. Lekin avtoritet ishlaydigan institutlarda yoki avtoritetni ilmiy xodimlariga qandaydir farm kompaniyalar taklif bilan kelishi mumkin. Ularni dorilarini yoki metodikalarini ilmiy izlanishga kiritish uchun finansировать qismini o'z bo'yinlariga olishi mumkin. Xo'p, buni nimasi yomon desangiz, shu narsa tekshirilganki, masalan bitta dorini tekshiryapmiz, shu dori foydasi bormi, yo'qmi? Mana shuni foydasi bormi, yo'qligiga uni kim tomonidan finansировать qilayotgani ta'sir qilar ekan. Agar ilmiy izlanishni davlat tomonidan finansировать qilinayotgan bo'lsa, ikkinchi ilmiy izlanishni farm kompaniya finansировать qilayotgan bo'lsa, mana shu farm kompaniyalar finansировать qilayotgan ilmiy izlanishlarda yaxshi natija kuzatilishi 4-5 marta ko'proq ekan. Ya'ni farm kompaniyalar pul beryapti-ku, ularni dorisini, ularning metodikasini haqiqatan ishlaydi deb natija, xulosa beradigan ilmiy izlanishlar ko'proq ekan. Bunga qanday sabab desangiz, har doim ham to'g'ridan to'g'ri yolg'ondan ha bu zo'r deb ilmiy izlanishga natija berilmaydi. Ko'pincha maxinatsiyalar ishlatiladi. Qanday maxinatsiyalar? Oddiygina, masalan, yangi farm kompaniya zo'r dorini chiqaryapti va uni boshqa farm kompaniyani dorisi bilan taqqoslaydi. O'zini dorisini yaxshiroq dozaga beradi, boshqa farm kompaniyaning dorisini kamroq, pastroq dozada beradi. Albatta, yaxshiroq dozada berilgan o'zining dorisi yaxshiroq ishlashni boshlaydi. Shuning uchun ertaga natijasini chiqarishga, bu ilmiy izlanishning natijasini chiqarishga bu dori zo'r, bu dori yomon degan xulosa berishadi. Yoki teskarisini qilishadi. O'zlarining dorisini normada yoki kamroq qilib berishadi, boshqa konkurentning dorisini yuqori dozada berishadi. Yuqori doza tufayli o'shani qabul qilgan bemorlarda nojo'ya ta'sirlar paydo bo'ladi. Shuning hisobidan o'zlarining dorilarini yaxshi deb ko'rsatishadi. Mana shunaqa maxinatsiyalar tufayli ilmiy izlanishlarning hammasini ham natijasi 100%lik to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun ham hamma ilmiy izlanishlarning natijasiga biz ishonmaymiz. Faqatgina o'sha avtoritet yuqori bo'lgan jurnallarda, aniq доказательный meditsinani jurnallariga yoki bazalarga ishonamiz. Shuning uchun ko'p kishi eshitgan Web of Science deydi yoki Scopus degan bazalarga publikatsiya qilish sal avtoritet hisoblanadi. Aynan o'sha bazalarda turgan ilmiy izlanishlarga biz nisbatan ishonsak bo'ladi. U ham albatta mana shu izlanishning dizayniga qarashimiz kerak. Ya'ni dizayn o'sha piramidaga qarashimiz kerak. Agar bu oddiygina case control bo'lsa yoki case result bo'lsa, biz unga kamroq ishonamiz. Bu cohort study bo'lsa agar ko'proq ishonamiz. Yoki yuqoriroqda turadigan randomized clinical trial bo'lsa, biz yana ham ko'proq ishonamiz. Eng yuqorida turgan meta analiz bo'lsa, biz unga deyarli 100%lik ishonch bilan haqiqatan ham ishlaydigan metodika deb ishonsak bo'ladi. Доказательный meditsinaning yana bir tomoni shundaki, доказательный meditsina laboratoriya yoki o'sha analizlarning natijalarini davolamaydi. Ya'ni o'sha qonda nimadir ko'paygan bo'lsa, uni kamaytirishga harakat qilmaydi asosan. U bemorni umrini uzaytirishga asosiy harakat qiladi. Eng oddiy narsa o'sha hamma bilgan statinlar. Statinlar atrofida juda ko'p muammolar bo'lgan. Bunga asosiy sabab
statinlarni boshida chiqqanda hammaga podryad berishni boshlagan. Chunki u statin ichgan bemorlarda qonda xolesterin tushadi haqiqatan ham foydali ko'rinadi. Shuning uchun hammaga podryad statin yozishgan, statinlarni reklama qilishgan va juda shuni orqasidan pul ishlashgan. Lekin uzoq muddatdan keyin tekshirib ko'rilganda o'sha qonda tushgan statin bemorni umr uzayishiga umuman ta'sir qilmagan yoki infarktga olib kelishiga umuman ta'sir qilmagan. Tasavvur qilyapsizmi? Bemorni qonida xolesterin ko'p, statin ichyapti, xolesterin kamayapti, lekin bu bemorni infarkt bo'lishiga yoki tez o'lib qolishiga umuman ta'sir qilmayapti. Bu shunchaki qog'ozda yozilgan, laboratoriya bergan natijani kamaytirib beryapti. Ya'ni bu dori doказательный meditsina uchun umuman keraksiz hisoblanadi. Nima uchun bizda O'zbekistonda aptekalar juda ham ko'p preparatlarga to'lib ketgan, lekin ulardan 90% dan yuqori ko'pi, menimcha 90% desam adashmayman, ishlamaydi. Bunga sabab ularning ko'pchiligi, juda ko'p miqdori ana shu ilmiy izlanishlarda o'zining asosini topmagan. Ularning effektivligi doказать qilinmagan. Qanday qilib aptekaga kelib qolgan? Aptekaga kelib qolishiga sabab bizda farmkomitet bor. Farmkomitet u dorini doказательный meditsina yoki ilmiy izlanishlarda yoki randomized clinical triallarda tekshirilgan yoki tekshirilmaganligini ko'p ham e'tibor bermaydi. Asosan uning xavfsizligiga e'tibor beradi. Agar preparat xavfsiz bo'lsa, aptekalarga qo'yilaveradi, xavfsiz bo'lmasa ruxsat berilmaydi. Ya'ni bizda aptekalarda asosiy juda ko'p dorilar, ular xavfsiz dorilar, lekin o'zining ta'sirini doказать qilmagan, effektivligi isbotlanmagan dorilar. Ya'ni xavfsiz va foydasiz bo'lgan dorilar. Oddiy odamlar mana shu vrach, mana shu shifokor doказательный meditsina bilan ishlayaptimi yoki hali ham o'sha traditsion qadimiy meditsina bilan ishlayaptimi? Qanday tushunsa bo'ladi? Birinchi navbatda doказательный meditsina bilan ishlaydigan vrachlar ingliz tilini bilishi kerak. Chunki o'sha ilmiy izlanishlarni, haqiqiy ilmiy izlanishlarni natijalari asosan ingliz tilidagi bazalarda, ingliz tilidagi jurnallarda chop etiladi va ular u yerda birinchi bo'lib chiqadi. Ikkinchi navbatda doказательный meditsina bilan ishlaydigan vrach bemor bilan xuddi yuqoridan turib gapirmaydi. Ular bemor bilan xuddi jo'rasiga o'xshab savol-javob qilib, bemorni simptomlarini so'rab, unga xuddi do'stday yondashadi. Yo'q, men vrachman, men bilaman, sen bilmaysan deb avtoritarlik qilmaydi. Mana shu ham doказательный meditsina bilan ishlamaydigan vrachlarning belgisi. Uchinchisi, doказательный meditsina bilan ishlaydigan bir vrach oddiygina shamollash yoki oddiy kasalliklarga 2 varaq analiz yozib bermaydi. Ko'r-ko'rona buni qilish kerak, buni qilish kerak, buni qilish kerak deb 2 varaq analiz bilan sizni laboratoriyaga yuborib, uni orqasidan pul ishlamaydi. Doказательный meditsina bilan ishlaydigan vrach har bitta yozgan analizini aniq sababini biladi, sababini sizga tushuntirib beradi. Masalan, sizga UZI yozdimi, UZI qilishni sababini aytadi. Agar UZI qilishni sababi buyraklarda masalan yoki siydik yo'llarda tosh bormi, yo'qmi, men ko'rmoqchiman dedi yoki tosh yo'qligiga ishonch hosil qilmoqchiman deb aniq sababi bilan beradi. Ko'r-ko'rona bermaydi yoki MRT qilyapti. MRTdan birdaniga MRT qilmaydi. MRTgacha borgan etaplarni qilib, keyin MRTga olib boradi. Mana shu ham doказательный meditsina bilan ishlaydigan vrachni asosiy belgilaridan biri. Keyingi belgisi, doказательный meditsina bilan ishlaydigan vrachlar sizga dorilar yozib berdimi, har bitta dori nima uchunligini tushuntirib beradi. Masalan, sizga parasetamol yozdi. Parasetamol og'riqni kamaytiradi, temperaturani tushiradi deb sizga tushuntiradi. Sizga antibiotik yozdi. Antibiotik siz shamollagansiz, sizga bakterial infeksiya bor, mana bu analizlarda bu tasdiqlangan, shuning uchun sizga antibiotik yozyapman deb tushuntirib beradi. Har bitta yozgan dorisini nima uchun qo'llayotganini, qanday ta'sir qilishini sizga tushuntirib beradi. Mana shu vrachni dokument, ya'ni доказательный meditsina bilan ishlaydigan vrach deyiladi. Keyingisi, doказательный meditsina bilan
ishlaydigan vrachlar har bitta yozgan dorisini yoki taklif qilgan davolash usulini qayerdan kelganini sizga ko'rsatib berishi mumkin. Masalan aytadi, mana bu Amerika kardiologlar assotsiatsiyasining 2024-yilda chiqqan guideline-ga berilishi bo'yicha mana bu kasallarda bu qilinishi kerak degan silka beradi sizga. Ya'ni siz bilasiz, доказательный meditsina bilan ishlaydigan vrach aynan qaysi guideline-lar bilan yoki qaysi istochniklar bilan ishlayotganini bemalol shaffof sizga ko'rsata oladi. Mana shu narsalarni tekshirsangiz vrachlarda u haqiqatan ham isbotlangan, dalillarga asoslangan tibbiyot bilan ishlayotgan vrach deyishingiz mumkin. Keyingi tomoni yuridik tomondan ham доказательный meditsina sizni tarafingizni, bemorlarni himoyasini o'ylaydi. Ya'ni siz vrachga boryapsiz, sizga ishlamaydigan dorilarni 1, 2, 3, 10 tasini yozib beryapti. Siz unga pul sarflayapsiz, sog'lig'ingizni sarflayapsiz, ishonchingizni sarflayapsiz. Mana shu yolg'on nadejdalardan sizni доказательный meditsina himoya qilib beradi. Shuning uchun qanchalik biz tez hammamiz доказательный meditsinaga o'tsak, shuncha hammamiz uchun yaxshi bo'ladi. Доказательный meditsinaning yana bitta yaxshi tomoni bemorga yolg'on umid baxsh qilmaslik. Masalan, ba'zi bir kasalliklar bor, ularni davolash hali доказательный meditsinada o'ylab topilmagan. Umuman davosi hozirgi kungacha yo'q. Lekin hozir oddiy o'sha traditsion meditsina bilan ishlayotgan vrachga borsangiz, u davolab Amerikada davolab olmaydigan kasallik bilan borsangiz ham u sizga 1000 ta dori yozib beradi. Mana shuni ichsang tuzalasan deydi. Mana shu narsa доказательный meditsinada yo'q. Доказательный meditsinada mana bu kasallik davolansa, davolanadi. Mana bu dori beriladi. Agar davolashning iloji bo'lmasa, u iloji yo'q deb yolg'on umidlar berilmaydi. Bemorga tushuntirilib beriladi va keyingi qadamlar biriga muhokama qilinadi. Nima qilish mumkinligi. Lekin yolg'ondan ishlamaydigan dorilar berilmaydi. Mana shu narsa доказательный meditsinaning katta plyuslaridan biri.